Azizlar, mana klip jarayonlari tugadi. Abrorjon, rahmat. Abrorjon bugun shunaqa ham chiroyli bir onalarni tarannum etadigan qo'shiq tayyorlabdilar. Men buni qo'shiq demadim, bola. Yoshlarga nasihat dedim. Eshitib mazza qilasizlar. Onalarni e'zozlash uchun hech qachon kech qolmanglar. Jannatingiz yangi nesda. Ishoning. Rahmat. Sizni fikringiz? Hamma fikrlarga qo'shilaman. To'g'risi hozir ichimdan juda ham ko'p narsa o'tyapti. Bugungi kun juda ham ajoyib o'tdi. Birinchi kun biz bilan ishlagan hamma jamoa a'zolariga rahmat. Do'stlar, onani begonasi bo'lmaydi. Jannatimiz, onalarimizni har doim ardoqlashimiz kerak. Eng asosiysi borlarida qadriga yetib, nima qiladigan bo'lsak, borlarida qilishimiz kerak. Umringiz uzoq bo'lsin onajon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har doim kulib yuring, shu gullardek ochilib yuring. Rahmat. Bugungi kun uchun, oqshom uchun rahmat. Sizga ham katta rahmat. Sog' bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz.